Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan Agrammatch YouTube kanalimizda navbatdagi mini traktorlarimizni obzor qilamiz. Ushbu videoda sizlarni T118 mini traktori, Zubr 1115 va Zubr 1125 mini traktorlarimiz bilan tanishtirib o'tamiz. Video davomida traktorning hamma xarakteristikasi, komplektida nima bor, narxi, to'lov turlari, xullas hamma savollarga javob beramiz. Xo'p, obzorimizni T118 mini traktorimizdan boshlaymiz. Xo'p, bu traktorni ko'rsalaringiz, mana shu 118, Zubr 1115 va Zubr 1125 traktorlarimizni har bitta detaliga, даже rangigacha alohida e'tibor berib olib keltirganmiz. Bunaqa rang, bunaqa dizaynda aynan bu traktorlarni boshqa joydan topa olmaysizlar. Xo'p, T118 mini traktori. Bu traktorimiz 18 ot kuchiga ega, bir portion, faqat orqasi tortadi. Yoqilg'isi salarga, motori 1100. Soatiga nagruzkada uzog'i 1,5-2 litr salarka yeydi. Xalastoy xodda undan ham kam yeydi. Ya'ni 1 litr ham yemaydi xalastoy xodda. Teplitsalarga, hovlilarga juda ham ajoyib ishlangan, o'shalarga moslangan. Traktorimizni tablosida necha soat ishlaganini ko'rsalaringiz bo'ladi. Понижний повышение hisobga olsak, traktorimizda jami 6 ta skorosti bor, plus 2 ta zadniy. Xo'p, vomi bor 540-720 оборотda vomini ishlatadi. Bu понижний повышение rejimi. Xo'p, traktorimizni orqa balonni agatga moslab kengaytirib quratsalaringiz bo'ladi bemalol. Orqa balon razmeri 8,5 ga 75, oldi balonniki 5,5 ga 65. Roli gidravlika bo'lmasa ham, roli mexanika bo'lsa ham, mana hozir yonmagan holatda shunchalik yumshoq, hozir yonganda undan ham yumshayadi. Ya'ni bemalol buriladi. Gidravlika bo'lmasa ham anchagina yumshoq. Xo'p, komplektida traktorimizning komplektida 1.10lik frezasi bor, yer maydalash uchun frezasi bor. O'ziga moslab bemalol puluk yoki chizel yasatib qo'ysalaringiz bo'ladi. Hammasini tortadi. Orqasida mana aytib o'tganimizdek vomi bor, bemalol arava tortsalaringiz bo'ladi. Puluk, chizel qo'yib ishlatsalaringiz bo'ladi. Xo'p, traktorimizni yondirib ko'ramiz. Ovozini eshitsalaringiz bo'ladi. Frezasini bemalol ko'tarib tushiradi. Teplitsada yer maydaladigan akalarga, mana bunaqa 2 g'ildirakli motobloklari qo'lda suradigan akalarimiz uchun bu yangilik. Ya'ni bu traktor qiynalib, o'zingizga nagruzka keltirmasdan o'tirib olib, maza qilib o'sha freza qilasiz, orqasiga puluk qo'yib yerga ishlov berasiz, xullas bemalol sizga nagruzka keltirmaydi. Narxlari ham hamyonbop. Ya'ni bu traktorimizni narxiga keladigan bo'lsak, bu 18 ot kuchli mini traktorimiz komplekt 1.10lik frezasi bilan перечисление yoki mahalla hokim yordamchisi orqali kreditga oladigan akalarimiz uchun 55 million so'm naqdga olsalaringiz, xudo xolasa kelishtirib arzonroq qilib beramiz. Xo'p, endi bu traktorimiz 11-15 mini traktorimiz. Bu traktor 22 ot kuchiga ega, bir portion, faqat orqasi tortadi buni ham. Bu traktorimiz remenda ishlaydi. Bu водяной охлаждение, buni aytib o'tish esdan chiqdi. Bular воздушный охлаждение, ya'ni masalan 1 soat yoki 2 soat ishlatib, ozgina dam berib traktorimizni ishlatasizlar. Bu traktorda esa antifriz qo'yiladi, salarka, ya'ni bu traktorimiz водяной охлаждение qizib ketmaydi, bemalol tinmasdan ishlataverasizlar. Kalitda statorda zavod bo'ladi, ручной zavod qilsalaringiz ham bo'ladi bu traktorimizni. Mana modeli T221, ya'ni 22 ot kuchiga ega. Traktorimizning qulaylik jihatlaridan biri, ya'ni bu traktorimizning oldi balonini ham, orqa balonini ham agatga moslab kengaytirib turaytirsalaringiz bo'ladi. Mana bemalol agatga moslab kengaytirib turaytirasizlar. Xo'p, buni mana
tablosida necha soat ishlaganini, temperaturasini, xullas hammasini ko'rsalaringiz bo'ladi bemalol. Moy qancha qolgan yoki salarga qancha qolgan, uni hammasini o'zingizlar bir tekshirib turasizlar. Panichniy повышение hisoblasak, bunda ham jami 6 ta skorosti bor. Buni komplektida 1.30 lik frezasi bilan 2 korpusli pulugi bo'ladi bu traktorimizda. Bu traktorimiz narxiga keladigan bo'lsak, 22 o't kuchli bu traktorimizning narxi mana shu komplekt 1.30 lik freza va 2 korpusli pulugi bilan 45 million so'm, ya'ni перечислениyaga, bu kreditga bu narxi 45 million so'm. Naqdga olsanglar kelishamiz, arzonroq qilib beramiz. Xo'p, bu ikkita traktorimiz bir xil, ya'ni 11-25 ming traktorlar. Bu traktorlar 25 ot kuchi, bir portion oldi orqasi tortadi. Bir portion lekin oldi orqasi tortadi. Xo'p, mana. Bu ham remenda ishlaydi. Lekin bunga qaraganda bu traktorimiz ancha kuchli ishlangan. Buni ham kalitda, ham starterda zavod qilsalaringiz bo'ladi. Ham ruchnoy zavod qilsalaringiz bo'ladi. Bunda ham panichniy 6 ta skorosti bor, tabloda mana necha soat ishlaganini, temperatura hammasini ko'rsalaringiz bo'ladi. Bunda puluglari kattaroq, ya'ni katta traktorlarnikidek pulug, 2 korpusli pulug va bunda ham 1.30 lik frezasi bor. Buni orqasini ham ko'rsalaringiz bo'ladi. Bundan anchagina farq qiladi, anchagina kuchli. Bu traktorimiz palovos emas, bartavoy, orqasida vomi bor, 540 ming оборотda vomi ishlaydi. O'ziga moslab mana shu pulug yoki bundan sal kichikroq mana chizellarni qo'yib ishlasalaringiz bo'ladi. Oldiga mana shu hamma traktorlarga jatka qo'ysalaringiz bo'ladi. Shu remenli traktorlarimizga oldiga bemalol jatka qo'ysalaringiz bo'ladi. Bu traktorimizga masalan qarshi kapalkalarimiz bor. Qarshi kovlasanglar bo'ladi, qarshiga qo'yib, qarshi kapalka qo'yib. Xullas bu traktorlar qishloq xo'jaligi uchun anchagina, odamlarimiz uchun anchagina ham hamyonbop, ham universal, ya'ni ko'p ish qilsa bo'ladi. Oldiga jatka qo'yib makka, beda, bug'doy hammasini o'rasizlar yoki masalan traktor bilan birga jatka olsalaringiz, bir yo'la uvlab, mashina ishlatib, ko'rsatib, hammasini bir yo'la qilib beramiz. Xo'p, 11-25 ming traktorimizning narxini aytib o'tmadik. 11-25 traktorimizning narxi 65 million. Перечисление kreditga bu narxi 65 million. Naqdga olsalaringiz kelishamiz, arzonroq qilib beramiz. 11-25 traktorimizni bir xo'p, yondirib ko'ramiz. Pahlavon, yondirib ko'raylik 11-25 traktorimizni. Soatiga nagruzkada 2,5-3 litr uzoqqa salarga yeydi. Ash pulugi и 1.30 lik frezasi birga qo'shib beriladi. Ikkita zavod bo'ladi traktor. Rola gidravlika bo'lmasa ham, mexanika bo'lsa ham, bu ham rola anchagina yumshoq, anchagina oson buriladi. Hop, traktorlarimizni, piloturlarni ham aytib o'tdim. Ya'ni bu traktorlarni naqdga, перечислениyaga hamda mahalla hokimi yordamchisi orqali kreditga olsanglar bo'ladi. Lizingga berilmaydi bu traktorlar. Endi mabodoga ko'p kishi so'rayapti, lizingga beriladimi deb. Yo'q, lizingga berilmaydi. Faqat agar bo'lib to'lashga olmoqchi bo'lganlar uchun mahalla hokimi yordamchisini tavsiya qilamiz. Hokim yordamchisiga borib, agar mahallada limit bo'lsa, agar davlat sizlarga limit ajratsa, borib ariza berib, hujjatlarni tayyorlasanglar, shartnoma qilib, albatta shu yerdagi shu 118 ham, 1115 ham, 1125 ham hammasini
mahalla orqali kreditga beramiz. Xo'p, endi manzilimiz Vohadan kelganingizda Erkin postdan Toshkentga kirganingizda o'ng qo'ldan shu 4 qavatli binoning tagida mana shu 1 porshinli, 3 porshinli, 4 porshinli hamma traktorlarni beramiz. Xudo xolasa arzonroq qilib, chiroyli narxlarda qilib beramiz. Agar vodiydan bo'lsalaringiz, Qo'qon, Dang'ara, Zabchas bozorida ham filiallarimiz bor. Pastdagi nomerlarga murojaat qilsanglar, xudo xolasa yana ham batafsilroq tushuntirib beramiz. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang, chunki aynan siz qidirayotgan traktor bizning kanalimizda bo'lishi mumkin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.